Vafadorim meni. Bir kuni qo'lingizdan ushlab baxt uyiga olib boraman deb va'da beruvmidim? Mana olib keldim. Rahmat. Shuncha va'da bergan yigitlarim ichida bitta siz va'dangizda turdingiz. Tushunmadim. Yuring. Boyagi gaplaringiz hazilmidi yo rostdan ham mendan oldin yigitsiz bo'lganmi? Voy xavotir olmang, bor yo'q 8 ta yigitim bo'lgan, siz 9-chisiz. Ha? To'g'risini aytsam, sizni birinchi marta ko'rganimda markadan tushishingizni sevib qolganman. Dadangiz kompaniya rahbari ekanligini bilganimdan keyin meni baxtli qila olishingizga ishondim. Prank qilyapsizmi? Nima oldin aytmagansiz shularni? O'zingiz ham oldin so'ramagansiz-ku. Hozir. Kashasini berib turing, bir soatda boraman. Yuring. Tushunmadim, qanaqa kasha, kim bilan gaplashyapsiz? Qizimning yankasi bilan. Shohimlarning soylari. Baqaldim, mana o'chorimda yomon qaraydi. Hazm qila olmayman, boru. Nashsat mazada. Sizdan iching.